Bugundan boshlab toza kisloroddan nafas olish uchun toqqa chiqishingiz shart emas. Jizzax shahrida yagona bo'lgan barakamera apparati endi Novomedics klinika. Giperbarik oksigena terapiya 7 yoshdan 70 yoshgacha barcha uchun birdek foydali bo'lib, ayniqsa stress va charchoqni yengishda juda yaxshi yordam beradi. Bundan tashqari endilikda bizda TMS muolajasi ham yo'lga qo'yildi. Transkranial magnit stimulyatsiya magnit to'lqinlari orqali impuls o'tishini tezlashtirib, kattalar va bolalardagi bir qator nevrologik kasalliklarda o'ta samarali hisoblanadi. Insult va bosh miya travmalari, turli yoshdagi xotira buzilishlari hamda yosh bolalardagi aqliy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish kabi holatlarda effektivligi yuqori bo'lgan TMS hamda barakamera apparatlarini sizlarga tavsiya etamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarni izohlarda yozib qoldiring, batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz.